Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi siz joy kerak edi, bloger edingiz. Yo'q, blogerlar lekin alakamiz yo'q. Yaqinlar, aynan ishingiz zvonoklar hozir bizada dim ko'p bo'lib turibdi. Biza joychi, uy-joy mutaxassisimiz, ya'ni realtor. Meni adım Suhrob. Sizlar bilan bugun inash rolikda kasbimiz bo'yicha tushuntirib beraman, danishib olamiz. Realtorlik bu nima degani? İjtimoiy tarmoqlarda chiqish to'g'ri, bu blogerlikka qandaydir alakasi bordi, lekin uy-joy mutaxassisligi bu umuman boshqa yo'nalish. Biza ijtimoiy tarmoqlarda videoroliklarimiz qo'yganimiz, bu bizani bloger degan emas, to'g'ri tushunasizlar. Qaranglar, bizani kasbimiz asosan navga asoslanadi. Siz uyingizni sotchaksiz yoki uy sotib olacaksınız. Biza bu narsani yuridik taraflama toza, sifatli xizmat ko'rsatishni kafolatini beradigan idora bo'ladi, realtorlik idorasi. Siz sotayotgan vaqtingizda hujjatlaringizda ko'p uy-joy egalari hujjatlarini tushunmagan holda notariusga boradigan darajada, masalan, hujjatlarni bitmagan yillar bo'ladi. Qaysi yer bitmagan, necha kun to'g'irlash kerak, qaysi yerdan ishlatish kerak, hammasini biza sizlarga yordam beramiz. Uy-joy sotib olayotgan vaqtdan, sotib olayotgan joyingiz qandaydir to'siqlari bormi, nedadir masalan zapret qo'yilganmi, ya'ni taqiq qo'yilganmi sotuvga, taqiqi bormi, yoki hujjatlarda nedadir nosozliklari bormi, yoki noqonuniy qurilishlari bormi, yonida yordamchi noqonuniy qurilishlar ham bo'lishi mumkin. Xullas, ana shu hamma narsalarni biza tekshirgan holda sizga toza, sifatli dokumentli xavfsiz hovli joylarni beramiz. Ikkinchi masalaga o'tadigan bo'lsak, yaqinlar, bu uy-joylarni narxi sotuvchi hammoq bilasizlar, qimmat sotasi keladi, oluvchi arzonlasi keladi. Biza esa bozor narxini belgilab beramiz, чтобы bu taraf ham yomon bo'lmasin, bu taraf ham yomon bo'lmasin. Chunki bozor narxini ko'p sotuvchilarimiz ham, oluvchilarimiz ham bilmaydi. Bozor narxi navlarga asoslanadi. Shu narsalarni realtorlikda bizda o'zlarimizda formula bor, shundan kelib chiqqan holda sotuvchiga tushuntirib beramiz. Uchinchi masalamiz sizlarga eng qiziqarlilari. Ya'ni sizlar bizlarga nechik haq to'laysizlar. Qaranglar, xizmat haqqalarimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, biza reklamaga absolyutni besplatni aytamiz, pul olmaymiz. Professionalniy video syomka, professionalniy oluvchilarimizga kelgan vaqtimizda ofisimizda konsultatsiya berish, bu narsalarning hammasi bizda absolyutni bepul bo'ladi. Siz qachon pul to'laysiz? Bizani mijozlarimiz orqali uyingiz sotiladigan bo'lsa, shu vaqtda belgilangan shartnomadagi narxni to'laysiz. Ya'ni biza shartnoma asosida ishlaymiz. Mana eng yakadon 4-masala bor. Bu ya'ni oluvchilar. Sizlarga masalan Instagram chukalash jonlarza deydi. Siz uy-joy qidirib o'tirsiz, chukalab o'tirsiz, yodingizdan qolmaydi ko'p joylar, informatsiyasi yodingizdan chiqib ketadi. YouTube ko'rib o'tirganingizdan ham xuddi shu ahvol. OLX-ni qo'yatmasam bo'ladi, umuman boshqa masala bu. Endi bizada shu narsalarning yechimi bor. Ya'ni siz oladigan masalan birlamchi bozordan, ya'ni Novostroykadan kvartira olacakmisiz yoki ikkilamchi bozordan kvartira yoki hovli joy olacakmisiz? Hattoki joy o'rinlar ham bor bizada. Olacak bo'lsangiz, bemalol ofisga keling, orqayin o'zingizni vaqtingizni qulay vaqt belgilab, bizani mutaxassislar bilan bog'lanib, qulay vaqtingizni belgilab, orqayin bu ofisga kelsangiz, mutaxassislarimiz sizga besplatni konsultatsiya beradi. Qaysi joy, nereda joylashgan, lokatsiyasi nechik, narxi nechik, bozor narxindami, birlamchi kredit qilib bo'ladimi, ikkilamchi kredit qilib bo'ladimi, hamma ma'lumotlarni ofisga kelib 100% ko'rib, batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.